Haqiqiy xotirlar haqiqiy dunyoni namoyon qiladi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, yaxshimisizlar? Haqiqiy xotirlar programmamizni ko'rishinglarni qarshi olamiz. Men riyosatchi Qayyum Muhammad. 1958-yili Maozdongning sotsializm lageridagi o'rnining o'sishiga agishib, Jungoning diplomatiya ishlari bo'ron chapqinlik davriga qadam qo'ydi. Jungo bilan Sovet ittifoqining munosabatida bir qadar surkilish va to'qinishlar ko'rildi. Bununla Sovet ittifoqining Jungoda turishliq bosh elchisi Yokin bilan Maozdong o'tirisidagi bo'lingan ko'ngilsiz suhbat sabab bo'ldi. Bu suhbat bo'lib necha kundan keyinla Xrushev Jungoga ziyoratga keldi. Lekin Xrushev aslidagi safar kun tartibi bo'yicha 31-iyul Amerikaga berib, O'rta Sharq krizisini bartaraf qilmoqchi edi. Undaqda Xrushev nima uchun safarni o'zgartib Beyjingga Maozdong bilan ko'rishga keladi? Gapni Maozdong tasdiqlagan bir parcha hujjatdan boshlashga to'g'ri keladi. Bu Maozdongning 1958-yili Sovet ittifoqidan elimizda uzun to'lqinli radio stansiyasi qurishni talab qilganlik to'g'risidagi tasdiq so'zi. Sovet ittifoqi sirtdagi cho'kma paraxodlar bilan ba'zidagilarning aloqa masalasini hal qilish uchun 1958-yili 4-oyda Sovet ittifoqining davlat mudofaa ministri Marinovskiyning nomida Pingdexuayga xat yozib, Jungoning janubiy qismida ikki davlat birlikda quvvati zo'r uzun to'lqinli radio stansiyasi, Iroq musofirlik qabul qilish markazi qurishni hamda Janubiy Tinch okean bilan Hind okeaniga boradigan cho'kma paraxod atritining aloqa vazifasini tang ustiga elishni talab qildi. Mablag'ning 70%ni Sovet ittifoqi chiqaradigan bo'ldi. Jungoning Iroq musofirlik mashqi ko'payayotgan, zo'r quvvatlik uzun to'lqinli taqtish stansiyasiga jiddiy ehtiyojli bo'layotgan bo'lsa-mu, lekin uzun to'lqinli taqtish stansiyasi qurish davlatning egilik huquqiga berib taqiladigan masala bo'lg'achqa, Maozdong Sovet ittifoqi o'tirg'a qo'ygan bu taklifga mushu bo'yicha qilayli, lekin pulni Jungo chiqarsin, Sovet ittifoqi chiqarsa bo'lmaydi deb ehtiyotchanlik bilan tasdiq solgan. Sovet ittifoqi "Menga kerak bo'lsa, ittifoqdosh davlatlarda xohlaganini qilsam bo'ladi" deganga ko'nib qolgan. Maozdong bu negizlik masalada ching turadigan maydonni ifodalash uchun tasdiqnomaga "Bu elimizning fikri, hargiz mening fikrim emas" deb askartish bergan. Afsus, keyingi bir necha qitimliq aralashishda Sovet ittifoqi Jungoning taklifini o'ylamayla xarajatni har ikki taraf yerimdan chiqardi deb qaror chiqargan. Sovet ittifoqining Jungoni mansitmaydigan bu xil harakati Maozdong va boshqa rahbarlarga Sovet ittifoqining manmanchilik ideyasi borligini his qildirgan. Lekin bu ish hal bo'lmayla yana bir ish yuz berdi. Hukumatimiz 2 oydan keyin dengiz armiya kuchini oshirish, dengiz mudofaasini mustahkamlamoqchi bo'ldi. Shuning uchun Joyilla 6-oyning 28-kuni Xrushev xat yozib, Sovet ittifoqi hukumatining Jungo dengiz armiyasini yangi texnik yordamiga ega qilishini umid qildi. Keyin Sovet ittifoqi Jumhuriyati Markaziy komiteti 7-oyning 15-kuni mushu ish to'g'risida yig'in ochdi. Xrushev yig'inda Jungo bilan o'rtaq flot tashkillash o'yini o'rtaga qo'ydi. Xrushev shu chog'da Jungodagi bosh elchisi Yokinga yo'l yo'riq berib, Jungoga dengiz armiyamizda nurg'un ilg'or masala bor. Sizlar avval Joyilla, Pingdexuayni avatib ko'rib baqsanglar bo'ladi. Ondan birlashma flot tashkillash to'g'risida maslahatlashaylik. Flotni o'rtaq boshqaraylik degan. 7-oyning 21-kuni kechda Xrushevning yo'l yo'riqi bilan yengili Beyjingga qaytib kelgan Sovet ittifoqining Jungodagi bosh elchisi Yokin kechilab Maozdong bilan ko'rishib bu ishni maslahatlashgan. Vaholanki, dal o'rtaq flot masalasida Maozdong bilan Yokin toza ko'ngildagidek paranglashib ketamagan. Suhbat boshlanishi bilan Yokin Sovet ittifoqining o'yini oldiroq sonliq bilan o'tirg'a qo'ygan. Maozdong birlashma flot tashkillash so'zini anglabla darhol Yokinga kooperativ qursak, sizlar andin bizga yordam bermoqchi bo'lyapsizlar. Bu chog'da Maozdong Sovet ittifoqi o'tirg'a qo'ygan o'rtaq flotning Jungoning egilik huquqiga yana bir qitim chetilgan sazgur masala ekanligini nihoyat aniq his qildi. Biz dengiz armiyasi quramiz, yordam beramiz desanglar beringlar. Bo'lmasa o'zimiz yolg'iz qura olamiz. Kooperativ qurmoqchi bo'lsanglar 10 ming yilda mumkin emas. Maozdong bilan Yokinning suhbati shu kuni kechda o'sal kayfiyatda oxirlashdi. Shu kuni kechda Maozdong Yokin bilan bo'lgan suhbat ustida qayta o'ylanib, kecha uxlamadi. Ikkinchi kuni tushda Maozdong Jungnanxaydagi suv uzish ko'lchikining oldida Yokin bilan yana bir qitim ko'rishib, o'rtaq flot tashkillamaslik maydonini qayta ta'kidladi. Shu kuni Lentig'iningan suhbatdan Maozdongning so'zlarining ilgirki kundagidan texmi kaskin chiqqanligini bilalaymiz. Sizlar Rossiyaliklarga ishinib, Jungoliklarga ishonmamsizlar. Birlashtirishga to'g'ri kelsa, hammani birlashtiraylik. Qo'rg'liq, dengiz, havo armiyalari, sanoat, yezigilik, madaniyat, ma'rif qatorliqlarning hammasini bo'lamdi. Atom energiyasi ustidagi ozg'ina tadqiqotlar bilan bizni kontrol qilmoqchi bo'lyapsizlar. Ijaraga kelish huquqiga erishmoqchi bo'lyapsizlar. Bundan boshqa yana qanday sabab bor? U qo'rqindan darhol Xrushevga telefon berib, chatoq bo'ldi. Jungo Sovet ittifoqi munosabatidan cho'ng chatoq chiqdi dedi. Yokin bilan Maozdongning og'indachiligi chunqur. Ammo Yokin bu qitimliq suhbatdan vaziyatning ig'irligini his qildi.
u darhol Xrushchev va Sovet Kompartiyasi Markaziy komitetiga telegramma yo'llab, Mao Zedong bilan o'tkazgan suhbatini doklad qildi. Yukin yo'llagan telegramma Sovet ittifoqi rahbarlarini qattiq cho'chitdi hamda aloqzodi qilib etdi. Keyin Xrushchev Jungoga maxfiy ziyoratga kelib, Mao Zedongga tushuntirmoqchi bo'ldi. Undaqda Xrushchevning yetib kelishi Mao Zedongning noroziligini tugata oladimi? Jungo Sovet ittifoqi ikki davlat rahbarlari o'rtasida yana qanday suhbatlar o'tkazildi? Xrushchev Jungoni maxfiy ziyorat qilishdan burun O'rta Sharq vaziyati o'zgardi. 1958-yil 13-iyul Iroq xalqi Faysal podshohligini ag'dirib tashlab, Bag'dod shartnomasi tashkilotidan chekinib chiqadiganligini jakoladi. 15-iyul Amerika bilan Angliya kayni-kaynidan Livan bilan Iordaniyani ishg'ol qilib, O'rta Sharq vaziyatini texnik keskinlashtirib etdi. Aslida Amerikaga berib O'rta Sharq harbiy to'qinishini qanday to'sishni muzokara qilish va tizginlashga tutish qilgan Xrushchev O'rta Sharq vaziyati sal pasaygandan keyin Amerika safarini darhol amaldan qoldirib, Beyjingga maxfiy keldi. 31-iyul qattiq dakki-dukkida qolgan Xrushchev aeroplanga o'ltirib Beyjingga yetib keldi. Tushdan keyin soat 5 da Mao Zedong Xrushchev bilan Junanxayning Fayrin qasrida 3 soat suhbatlashdi. Ammo Xrushchevning yanada Sovet ittifoqining Jungoda turishliq bosh elchisi Yokin ko'rinmadi. Chunki shu kuni saharda Yokin ziyoda jiddiylashib, mengisiga qon tushib palash bo'lib qolgan edi. Suhbatda Xrushchev Mao Zedongga Sovet ittifoqining Jungoning egilik huquqiga cheqilish muddasi yo'qligini bar kuchi bilan tushuntirdi. Mao Zedong Xrushchevning so'zini anglab etib, ixtiyorsiz o'rnidan turib ketdi. O'rtoq pilot degan nima deb kaskinlik bilan so'raganda Xrushchevning tallari shurkinib ketdi. Xrushchev o'rtoq pilot deganimiz o'rtoq tadqiq qilishimizni ko'rsatdi deb tushuntirib berdi. Ammo Mao Zedong buni xohlamadi. Bu Xrushchevga "Rost gapingizni ayting, haqiqiy muddaoyingiz nima? Sizlar bizning dengiz qirg'oq rayonini butunlay ep ketmoqchimi? Og'zingiz kesilavering. Kimning o'rtoq piloti? Sizlarning qo'mondonligingizda bo'lamdi yoki bizning qo'mondonligimizda bo'lamdi?" Mao Zedongning g'azablik so'roqlaridan Xrushchev Sovet ittifoqining o'rtoq pilot qurmoqchi bo'lganligini qat'iy inkor qildi. Bu Jungoga bu bir qitimliq uqishmaslik deb tushuntirdi. Hamda o'zi Sovet Kompartiyasi Markaziy komiteti raislar o'mikining Jungo pilotiga o'rtoq qo'mondonlik qilish o'yimiz yo'q dedi. Sovet ittifoqi faqat harbiy pilot orqali Jungoning dengiz tavalligidan foydalanib Amerikaga taqobil turmoqchi ekanligini aytdi. Xrushchev uzun to'lqinli radio masalasini Sovet Kompartiyasi Markaziy komiteti muzokara qilib boqmadi. Marinovskiy bilan Pingdanxoy o'rtasidagi xatchak almashtirishni muzokara qilib boqmadi deb ta'kidladi. Xrushchev yana o'rtoq pilot masalasida yo'kin mening muddaoyimni xato yetkazib qo'yibdi. O'rtoq pilot qurish masalasini markaz va o'zim o'ylab boqmagan deb hamma mas'uliyatni yo'kinga ortib qo'ygan. Bu qitimliq suhbatdan keyin Xrushchev Jungo rahbarlarining egilik huquq masalasidagi qat'iy pozitsiyasini ko'rib yetdi. Buning bilan dastlabki muddasini o'zgartib, asldagi taklifidan voz kechib, Jungoning o'z oldiga dengiz armiya floti qurishi va uzun to'lqinli radio stansiyasi qurishiga qo'shildi. Sovet ittifoqi bunga qarz berib yordam beradigan bo'ldi. Necha kundan keyingi ko'rishish Junanxaydagi suv uzish ko'lchiki bo'yiga o'rinlashtirildi. Xrushchev bilan Mao Zedong asosli xalqarodagi boshqa masalalarni cho'rda paranglashdi. Ikkilan texi bayanqi ko'ngilsiz paranlarni unutib ketgandek shunda qo'shal-qo'ram paranglashdi. Qarmoqqa to'limi ko'ngillik bo'lgan suhbat oxirlashish paytida Mao Zedong Xrushchevga bir taklifni berdi. Siz vatningizga ochiq-oshkora qayting. Biz birlashib umumiy axborot e'lon qilaylik dedi. Xrushchev tezla ma'qul bo'ldi. Hamda bu yaxshi chora ekan. Ular Xrushchev bilan Mao Zedongning nimalarni deyishganligini faraz qilib boqsa bo'ladi. Qani ular faraz qilib boqsin. Mush qitimliq uchrashishning ta'sirini qo'zg'ataylik dedi. Xrushchev bo'ladi. Hamsi biz birlashma bayonot e'lon qilaylik. Ikki davlat tuyuqsiz birlashma bayonot e'lon qilib, militaristlarni bir cho'chitib yetaylik. Ularni qo'rqib boqsin. Bu ikki davlat birlashib nimalarni maslahatlashganda deb qolsin. Shundaqla vaziyat toza bir jiddiylashsin. Sotsializmga foydasi bor, militarizmga foydasi yo'q degan. 8-oyning 3-kuni Mao Zedong o'zi aerodromga chiqib Xrushchevni uzatib qo'ydi. Bu qitimqi suhbat oxirida chiroyli oxirlashgan bo'lsa-mu, lekin Xrushchev bilan Mao Zedongning orasidagi munosabatda nihoyat zil o'zgarishlar bo'lgan edi. Xrushchev buning bilan Mao Zedongning mijozini yanama tushungan edi. Shundaqla Mao Zedongmi Xrushchevga texmo bak ishonmas bo'ldi. Vaholanki Xrushchev Beyjingdan ketib uzoq o'tmay Jungo xalq ozodlik armiyasi tuyuqsiz jinminga to'p etib Xrushchevni yana bir qatim cho'chitib etdi. Moskvaga qaytib kelgandan keyin atsi echilgan Sovet ittifoqi Kompartiyasi Markaziy komitetining hay'at riyosati yig'inida Xrushchev mag'rurlangan holda Jungo safaridan doklad berdi. Yig'inda birdek bu qitimqi ziyorat mol unumlik yaxshi ziyorat bo'ldi deb qaraldi.
Jungo bilan bo'lgan ittifoqlik birligiga Sovet ittifoqidagi har qaysi cho'ng gazetlardami Jungo bilan Sovet ittifoqi suhbatiga inkoslar kuchli bo'ldi. Gazetlarda bu qitimqi suhbatning tarixiy ahamiyati hadab ta'kidlanib, bu Jungo bilan Sovet ittifoqi orasidagi o'yil tashdek ittifoqlikni to'liq namoyon qildi deb xabarlar berildi. Sovet ittifoqi yana bu ishga nihoyat e'tibor bilan qaradi. Shu kuni Moskvadagi barliq radio stansiyalarning anglitishini to'xtatib, umumiy axborotni radioda anglatdi. Xrushchev ketishiga Mao Zedong Jinminni to'q tutdi. Halbuki Xrushchev 1958-yili 8-oyning 23-kuni, ya'ni o Beyjingdan ayrilib yarim oydan keyin Mao Zedongning yozliq manzillik joy Beydaqida 23-avgust Jinminni to'q tutish harakatiga rahbarlik qiladiganligini o'ylamagan edi. 10 mingdan ortiq top o'qi o'xshamagan nishonlardan Jinmin shimoliy Tayvu tig'idagi Gomindang harbiy bazasiga tushishga boshladi. Hash-bash deguncha yer jahon zilzilaga kelib, Jinmin orli o't dengizi ichida qoldi. 23-avgust to'p tutish harakati Tayvan doiralarini intayin cho'chitibdi. Tayvan qatorliq shaharlar darhol jiddiy havo mudofaasi tadbirlarini qo'llandi. Bir qism tarmoqlar tarqoqlashtirildi. Jiang Jieshi Mao Zedongning g'arazini bilinmay vatatdi. Uning farzicha ozodlik armiya cho'qim Jinmin orlig'i chiqatdi. Ham Tayvanga hujum qilish ehtimoli bor edi. Shunga Jiang Jieshi Eisenhowerdan jiddiy yordam so'rab, Jinminning vaziyati jiddiy, Amerika armiyasining Jinminni saqlab qolish uchun jiddiy yordam qilishini talab qilaman deb jar soldi. Eisenhowerning buyrug'iga asosan Amerika dengiz armiyasi 7-flotining asos kuchi Tayvan bo'g'oziga atlandi. Bu 4 aviamotkani o'z ichiga oldi. Bundan boshqa Amerikani O'rta dengizdan qism yo'tkashga tayyorlik ko'rib qo'ydi. Ayni vaqtda kichikgina Tayvan bo'g'oziga 5 aviamotk tizib qo'yilgan edi. Vaziyat nihoyat jiddiy bo'lib, o'q to'ri yedib turib turibdi. Jinmin orli birdamla dunyoning diqqatini qo'zg'agan qiziq nuqtaga aylanib qoldi. Jinminni to'q tutish dunyoni zilzilaga sepli qolmay, xalqaro jamiyat bir maydon qiyos qilishga tushib ketdi. Dollis Jungo Kommunistik partiyasining Jinmindagi harbiy harakati Mao Zedong bilan Sovet ittifoqi rahbari Xrushchevning 7-oyning oxiri Beyjingda ko'rishganda birlikka kelgan harakati bo'lishi mumkin deb hukm qildi. Amerika Markaziy axborot idorasi KISPLA bizda Sovet ittifoqining Jungo Kommunistik partiyasini kriz tug'dirishga ilhomlantirganligini isbotlaydigan isbot bor. Biroq Sovet ittifoqi Jungo Kommunistik partiyasining to'p tutish harakatiga ro'shan sukut qildi ham qo'lladi dedi. Jiang Jieshi bu qatimqi harakat Xrushchev bilan Mao Zedong uchrashganda chiqargan jiddiy qaror deb qaradi. Ondaqda har qaysi taraflarning mo'ljariga qarata Xrushchev 1958-yili Jungoda maxfiy ziyoratda bo'lganda Mao Zedong bilan suhbatlashib, Jinminni to'p tutish harakatini maslahatlashganmidi? Jinminni to'p tutish Jungo bilan Sovet ittifoqi orasidagi ixtilof asosligi mana bir qancha nuqtada. Birinchisi, Jungo buncha cho'ng ishni Sovet ittifoqiga oldin deb qo'ymagan. Bu Xrushchevni nihoyat g'azablantirgan. Ilgari arxivdagi maxfiyatlik oshkorlanmaganda zodi ishdan burun Sovet ittifoqini xabarlantirganmi yo'q? Buni kishilar bilmaydi. So'qishib qolganda Xrushchev Jungoni sizlar Jinminni to'p tutadigan shundoq cho'ng ishni nemishki bizga demadinglar deb so'roq qilgan. Bu xotirni ayda oddiy. Hech nimani isbotlayolmaydi. Biroq keyin kishilar Jungo ishdan burun Sovet ittifoqini xabarlantirgan deb qardi. Biroq keyin arxivlarning bir-birlab oshkorlanishiga erishib, hozir bu ish bo'lgan sira oydinlashdi. Ya'ni Mao Zedong bu ishni Xrushchev haqiqatan aytmagan. 1959-yilda Xrushchev bilan Mao Zedongning Beyjingdagi 4 qitimliq suhbati haqida Jungodimi, Sovet ittifoqidami tafsiliy xotira bor. Biroq ikki davlat oshkorlagan shu qitimqi suhbatga aloqador barliq arxiv xotirasida ikkisining shu qitimqi suhbatda Jinminni to'p tutish harakati haqida suhbatlashganligini isbotlaydigan hech qanday xotira yo'q. Shu qitimqi Jinminni to'p tutish harakatida Mao Zedongning Sovet ittifoqi bilan oldin maslahatlashish o'yi yo'q deb qiladi. Xrushchevmi Jinminni to'p tutish harakatidan keyin bu xabarni uqqan. Bu Jungoning eng yaqin ittifoqdoshi bo'lgan Sovet ittifoqi uchun aytganda intayin favqulodda bilingan. Xrushchev bundan nihoyat norozi bo'lgan. Mao Zedong Xrushchevga bu ishni demagan, chunki Jinminni to'p tutish Jungo armiyasining ichki qismidagi harbiy harakati. Keyin Xrushchev bu voqeani uqqandan keyin qattiq norozi bo'lgan. Buning ikki sababi bo'lishi mumkin. Biri obyektiv jihatdan aytganda bu xatarlik. Ya'ni sizlar Amerika bilan harbiy to'qinish qilsanglar, Jungo Sovet ittifoqi ittifoqdoshlik shartnomasining birinchi tarmoqiga asosan bir taraf tajovuzchilik uchrasa, yana bir taraf cho'qim barliq kuch bilan bu urushga qatnashadi. Shunga Jungo Tayvan bo'g'ozini to'p tutganda Amerika bilan jang qilish xavfiga tavakkul qilgan. Agar urush portlab qolsa, Sovet ittifoqi cho'qim o'zligidan urush qaynamiga kirib ketishi mumkin. Keyin Xrushchev bu ishdan xabar topgandan keyin haqiqatan norozi bo'lgan edi. Shenxua agentligining sobiq boshlig'i Volinshining aslimisidagi Mao Zedongning Jingju yig'inidagi suhbat xotirasi bu nuqtani isbotlagan edi. Mao Zedong suhbat yig'inida ba'zi kishilar bizni Jinmin orlini to'p tutishni Sovet ittifoqi bilan maslahatlashgan deb qaraydi.
Amaliyotda Xrushyov 7 ayning oxiri 8 ayning boshlarida Jinmin orli masalasi to'g'risida aslo so'zlashib boqmadi. Bir ig'iz so'zlashgan bo'lsaqmi so'zlashgan hisoblanadi, biroq bir ig'izmi so'zlashmadi, dedi. Amaliyotda Mao Zedong Yangi Jungoning oliy rahbari bo'lish sufti bilan bundaq muhim qarorni chiqarishdan avval atrofliq o'ylashatdi. Xrushyov taxtga chiqqandan keyin sirtqa qartilgan siyosat, sirt bilan bo'lgan munosabatda o'zgarish paydo qildi. Xrushyov birdilla Amerika bilan bo'lgan munosabatni yaxshiladi. G'arb ellarining Sharqiy Yevropadagi davlatlarning mavjudligini e'tirof qilishini umid qildi. Biz sirtda turishliq elchixonaning xizmatchisi bo'lish suftimiz bilan Sovet ittifoqi bilan Amerikaning sodlashishidan andish qilatdik. Ular Yevropaning hozirgi holatini e'tirof qilsa, biz Osiyoning hozirgi ahvolini e'tirof qilamiz. Ya'ni Tayvanni ayirib chiqish masalasi to'g'risida ular bilan suhbatlashmaydik. Ham so'zlashmaydik. Ularni chetga qiqish orqali Tayvanning bizning zaminimiz ekanligini, qanday qilg'imiz kelsa, shunday qildiganligimizni bildiratdik. Moskva yig'inidan keyin Mao Zedong sotsializm lageridagi muhim rahbar bo'lib qoldi. Mao Zedong Sovet ittifoqi rahbarining Jungoning kaskanmas tanqidlashdek bilarmanlik pozitsiyasiga nisbatan ko'ngilda norozi edi. Bu qitim uning Xrushyovga Jinminni to'p tutish harakatlarini uqtirmasligi amaliyotda jahon ahliga Jungo kompartiyasi va hukumatining mustaqil o'z-o'ziga xo'ja bo'lish maydoni va iqtidorini namoyon qilish uchun edi. Bu Sharqiy Yevropadagi barliq beqindi davlatlar hozirlashga tegishli sharoit. Shuningdek, amaliy harakat orqali Tayvan masalasini qanday hal qilish Jungoning ishga ishi. Boshqalarning ko'rsatma va maslahat berish hojatsiz deydigan shundoq bir prinsipni ta'kidlash kerak edi. Shu chaqda Xrushyov ittifoqdoshi o'rtasidagi ziddiyatni oshkorlashni be'ab ko'rdi. Biroq u qo'rsoq ko'pligini bir yildan keyin Jungo Kommunistik partiyasi rahbarlari bilan ko'rishganda ondan chiqardi. Xrushyov Jungoning dengiz orollari masalasini bir taraf qilishidagi usuliga qarshi chiqqandan sirt Mao Zedongning avval o'ziga uqtirmaganligidan og'rindi. Mao Zedong ziyoratga kelgan Xrushyovga tushuntirib, shu chaqda siz bilan paranglashmaslikdagi sabab to'pqa tutishning buncha cho'ng to'lqin qo'zg'ishini, Amerikaning buncha ko'p askar, harbiy paraxodlarni ishga solishni o'ylabmi boqmagan edik, dedi. Garchi Mao Zedong tushuncha bergan bo'lsa-mu, Xrushyov yanada norozi bo'ldi. Mao Zedong Jinmin orolini to'pqa tutish masalasida cho'nqur o'ylanganmi yo'q. Bu ish to'xtamay surkilish ko'rilayotgan Jungo Sovet ittifoqi munosabatiga qanday ta'sir ko'rsatdi? Atiki programmamizda nazaringlar davomliq Jungo Sovet ittifoqi diplomatiya arxivining sirini echish nomli hujjatli filmda bo'lsin. Haqiqiy xotirlar haqiqiy dunyoni namoyon qiladi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, kelarki programmamizda ko'rishaylik. Xayr xo'sh.